Yo'q-e, u joy mashina so'radi degan. Kamiga chet elga bitta putyovka, tog'dan bitta dacha olib bersanglar, singillarga uylanaman deydi. Quloq chakkasiga bir somadingmi? Yo'q-e. Zafar, o'zi ham odam ajratishib oplabsizlar-da. Shuncha paytdan beri bilmay yurganinglarni qaranglar. Bekzod aka, mana siz kattasiz, savdoda pishgansiz. Odam ajratish bo'yicha chempionsiz. O'zingiz o'rgating, ko'rsating. Mana bu tuzuv bola, bunisi bo'ladi, bunisi bo'lmaydi deng. Shuncha asralgan singlimni hayoti barbod bo'lmasin aka. Bitta noto'g'ri qaror bilan butun boshli hayot barbod bo'lishi mumkin. Bo'pti. Uchrab qolsam aytaman, xo'p? Hozir kelaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Keling, kiring. Yo'q, men shunchaki qarayotgandim. Mayli, ichkarida ham qaraverasiz. Keling. Tortinmasdan kiravering. Men shunchaki nima do'kon ekan deb ko'rayotgandim-da. O'zi qanaqa kiyimni qiziqtiradi? To'yga kostyum-shim. 2 oydan keyin to'yim. Shunga qarayotgandim. O'zingizga ekanda? To'ylar ma'ruf. Rahmat. Kuyovlar uchun yangi kolleksiya bor. Bu tomonda. Yuring ko'rsataman. Yuring. Qo'yil. Zo'r-ku? Men narxlari bo'lsa kerak deb o'ylabman. Lekin sifat, vo. Yaxshi. Endi kiyib ko'ramiz. Men lekin ishga kech qolayotgandim-da. Yo, 15-20 minutda ulguramizmi? 15-20 minutda sizga 3 ta luk tayyorlab beraman. O'zi nima ish qilasiz? Santexnik injenermi? Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Qani yuring, vaqt ketyapti. Bo'l, ketdik. To'ylaringiz bo'lsin muborak. Shimla modniy bo'ylaringdan hurkilli. Yor ey modniy kastam shimla muborak. Umr to'ylar qilgan o'zbegimdan hurkilli. Bo'ldi shu yoqda. Faqat sal siqyapti. Bitta kattasini olib kelaman. Xo'p. Hozir. Labbay Shahnoza? Alo, yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Yaxshi, qayerdasiz? Do'konda. To'yga kostyum ko'rayotgandim. Rossa ochilib ketdim-da o'zi ham. Yo'q. Qo'rqib ketyapman. Qizlar o'g'irlab ketmasmi ekan? O'zi ham kiyovmisan? Sarvar aka, to'xting. Sizda muhim gapim bor. Xullas, men o'ylab ko'rdim. Oyingiz bilan bir uyda yasholmas ekanman. Shuni aytib qo'ymoqchi. O'ylab gapiryapsanmi? Aqling joyidami? Axir seni ogohlantirgandim-ku. Onam bilan yashaymiz degandim-ku. Sarvar aka. Bunaqa darding bor ekan, nega boshida aytmading? Boshida qaynona bilan yashay olaman deb o'ylagandim. Endi qarasam, yashay olmas ekanman. Meni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Kim o'rgatdi senga bu gapni? Hech kim o'rgatmadi. O'zimning fikrim. Yaxshi. Unda meni fikrimni eshit. Men Xo'sh. onamni tashlab ketmayman. To'y esa bo'lmaydi. Nima? Hali shunaqami? Iloyim vaqtingda topolmagan. O'tiraver. Mana bitta kattasi. Kiyib ko'ring-chi. Ukam, yaxshimisiz? Kostyum endi kerak bo'lmay qoldi. Kostyum-ku mayli, o'zi nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik. To'y bo'lmaydi. Hozir. Ichib oling. To'y buzildimi? Bo'p turadi. Meni ukamda ham shunaqa bo'lgan. Keyin baxtini topdi. Mana hozir 3 ta bolani otasi. Aka, betob onam borlar. To'yingni ko'ray degandilar. Ularni mendan boshqa hech kimlari yo'q. Xudo tarafga buni boshidan aytganman. Endi bo'lsa kelin oying bilan yashamayman deydi. Onam shunga ham kuyinishlarni o'ylab siqilyapman. Onamni hech qachon tashlab ketmayman. Shunga to'yni buzdim. Gap yo'q. Bu yog'i o'zi xursandchilik ekan-ku. Xudo bir asrabdi-da, ukajon. Yo'q, Ishonavering, hammaga nasib qilavermaydi unaqa baxt. Shunaqa deng. Keyin bir umr azobini tortardingiz. Har niki bo'lmasin, yaxshilikka ukajonim. Bosh qarang-da, Zafarbek, qarab oling. Keling. Rahmat sizga. Bekzod, sizniki? Sarvar. Bekzod aka, minnatdorman. Sizni ham muammolarim bilan boshingizni og'ritdim. Yo'q. Men ishga boray. Eng muhimi kostyumni topdik. Endi kelin topilsa bo'ldi. Kostyumni nima qilamiz? Siz bilan yana ko'rishsam degandim. Shuni bir chekkaga olib qo'ysangiz, kelin topilishi bilan olib ketaman. Bo'pti. Bizga ham atalgani bordir. Unda tez orada ko'rishar ekanmiz-da. Nega unaqa deyapsiz? Qo'ynim sezyapti. Iloyim aytganingiz kelsin. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi boring. Xo'p. Aka? Bu kim? Qarindoshingizmi? Yo'q. Sarvar. Lekin zo'r bola. Yo'q-e. Ko'ngli toza, hurmat ko'rgan, odam ajrata oladi. Farosati bor, ishi bor. Singlim bo'lsa, kuyov qilardim.
Hali anchagacha qarab turasanmi? Kuyov kerakmi? Ha, nima qilay? Boraymi? Nima deyman? Yaxshi yigit, telefon nomeringizni bering deysan. Voy. Voy. Zafar, bu bola santexnik muhandis. Biz qurilish qilayotgandik. Telefon nomeringizni olib qoling, deysan bo'ldi. Bo'ldi, Tushundingmi? endi tushundim. Hayda! Hey, shoshmang, shoshmang. Ey Zafar. Essana.